So'nggi yangiliklar. Eshiting. 13-qishloq, 14-qishloq, 15-qishloqlarga bugun zombi apokalipsis bostirib oladi. Shuning uchun siz uylaringizni, qishlog'ingizni devorlar bilan himoyalang. Chunki bu apokalipsis juda ham og'ir apokalipsis bo'ladi. Hammangizga omad. Nima? Barchangizga salom do'stlar. Sizlar bilan birgalikda bugun men Kompot va mening kanalimga xush kelibsiz. Do'stlar, sizlar ham eshitdinglarmi buni? Menimcha, bunday narsa bo'lishi mumkin emas. Chunki bu narsa bo'lishi mumkin emas, chunki har doim bizning kunlarimiz yaxshi edi. Qayerdan o'zidan zombi apokalipsis, to'g'rimi do'stlar? Zombi apokalipsis bo'lishi mumkin emas. Mana osoda, xullas hamma joy tinch. O'tgan videomizda ham zombi kelgan edi, ammo biz ularni yo'q qilib yuborgan edik. Va jetel, alo. Ayyo, sen gapirib bo'lmaydi. Jetellar, barchangiz uylaringizni xavf ostida, tezroq hamma joyini. Barchangizga salom. Xullas do'stlar, sizlarga yomon yangiligim bor. Xullas bizning qishlog'imizga kechqurun zombi apokalipsis bostirib kelar ekan, tushunyapsizlarmi? Nima deyapsan? Ahmoq zombi apokalipsis desam qanday zombi xalas yo'qolgin. Xullas do'stlar, tezroq biz uyimizni himoyalashimiz kerak. Chunki bugun bizning kechqurun zombi apokalipsis bostirib keladi. Shuning uchun butun qishloqni himoyalashimiz kerak. Bo'lmagan narsa o'tgan safar himoyalagandik, yana bosib kelishi mumkin emas. Tushunyapsanmi? Iltimos, yo'qolib qolgan Kompot. O'zingizlar bilasizlar. Men sizlarga shunchalik yaxshilik qilaman desam, qishloqni himoya qilamiz birgalikda desam, sizlar mana shu to'sqinlik qilyapsizlarmi menga? Eshakchilar. Mayli, o'zingizlar bilasizlar, o'zingizlarga qaranglar. Do'stlar, men unda o'zimni uyimni o'zim himoya qilishim kerak. Chunki jitalar men bilan birga emas va ular ishonishmayapti. Shuning uchun men o'zim uyimni xullas zombilardan himoya qilishim kerak. Ammo men uyim uchun nima qilishni bilmayman. Nima deydi? Uyimni qanday devor bilan o'rashim kerak, nimalar bilan o'rashim kerak, qanday blok, xavf solmaydigan, ular o'tib keta olmaydigan. Men uyimda pullarim bor. Eng yaxshi yo'l kondan nima deydi, toshlar olib, bu yerlarni qilib o'tirguncha ulgurmasligim mumkin, chunki kechga teyilgan. Shuning uchun men uydagi bor pullarimdan men narsalar sotib olaman. O'sha tosh, hamma narsalarni. Shuning uchun men hozirroq do'konga boraman va mana shu pullarimga do'kondan narsalar sotib olaman do'stlar. Va men hozir boryapman. Jetellar. Xullas, sizlar ishonmaganinglar, to'g'rimi? Jetellar, xullas men sizlarga mana shuncha izn-hududlar beraman. Iltimos, menga tezroq toshlar kerak, menga juda ham ko'p. Butun inventarimni to'ldirsin. Iltimos, sizlardan mana shu pulga menga xullas toshlar beringlar. Jinni senda. Mana senga rahmat sizlarga. Men juda ham xursand bo'ldim. Rozi bo'linglar. Mayli, jinni sen ahmoq, jinni o'lyapsan. Bo'lmagan fikrlar bilan. Mayli do'stlar, bular ishonishmayapti, ammo men esa butun uyimning atrofini mana shunday tosh bloklari bilan yopib chiqaman. Bu juda ham mustahkam bo'ladi. Bu bemalol menga yetadi. Men kun botgunicha bularni qilib olishim kerak do'stlar. Juda ham og'ir ish. Va men yarmiga kelib bo'ldim do'stlar. Va yaxshi hammasi. Men mana shunday qilib pashti qurib bo'ldim do'stlar. Va endi biz mana shunday to'g'ri qurib chiqamiz va ozgina qoldi. Mana shu bosh tomonini qilsam, hammasi yaxshi bo'ladi do'stlar. Ko'rishingiz mumkin, men uyimdagilarni ham yaxshilab yopib chiqdim. Men juda ko'p qalin devorlarni qilib chiqdim, chunki bittasini buzolsa, ikkinchisini buzolmasligi uchun. Shuning uchun men ko'proq uzun devorlar qildim do'stlar. Chunki yana bitta devor qilaman, shunda ular buzib kirishi qiyinroq bo'ladi do'stlar. Va shunaqa do'stlar. Biz davom etamiz ishlashimizda. Va do'stlar, sizlar aytishingiz mumkin, bor, senda 3 ta stak, nima deydi, toshlar bor deyishingiz mumkin. Ammo mana bu yonda ko'rib turgan sandig'ingizda juda ham ko'plari bor. Tushunyapsizlarmi? Va mana shu yerdan olaman, davom ettiraveraman. Mayli do'stlar, sizlar bilan hozircha Kompot va keyinroq kech bo'lgandan keyin ko'rishamiz. Mana do'stlar, men kechki payt bo'ldim va nihoyat bitirdim do'stlar. Juda ham ajoyib bo'ldi. Men uyimni esa tepaga ko'chirdim. Chunki bu yerga zombilar yetib kela olmaydi. Qancha mingta bo'ladimi, 10 mingta bo'ladimi? Bu yerga yetib kela olmaydi. Mana bu jitlar pastda qolib ketganligini qarang. Kompot, jinni senda, ahmoqsan. Nima deyapsizlar? Jitlar, ovozinglar eshitilmayapti bu yerga yaxshi. Jinni senda, jinni. Do'stlar, bular hali ham ishonmayapti shekilli. Men zombi apokalipsisdan saqlanish uchun mana shunday ishlarni qildim. Ammo sizlar esa o'lib ketasizlar, tushunyapsizlarmi? Ammo sizlar qilmadinglar, tezroq qilib olinglar. Maslahat beryapman sizlarga. Ahmoq. Ana do'stlar, zombi apokalipsis. Zombilar. Nima bo'lar bular? Zombilar.
Ahmoqsizlar, sizlarga aytgan edimmi? Mana do'stlar, zombi apokalipsis. Bular hali bir parcha, hozirlar millionta bo'lib ketadi. Va do'stlar, biz tezroq uyimizga kirib olishimiz kerak shuning uchun. Va do'stlar, ular ahmoqlik qildi-da, nimaga qurmadi? Aytdim-ku ularga men qilishini, lekin ular gapimga ishonishmadi. Men shuni ham bilib, ular bunday ish qilmasligini bilib, men ularga ham uy qurib qo'ydim. Mana bu uzun bekorga men uzunchoq qilib tepaga qurganim yo'qda do'stlar. Hozir men sizlarga buni ko'rsataman do'stlar. Va men juda ham uzunchoq qilganman ko'rganingiz uchun men hozir bu yerga tushib ko'rsataman. Ha, mana do'stlar, ko'rayotganingizdek bu yerda hali juda ham ko'pchilikka joy bor. Bu yerdagi qishloq aholisiga bemalol yetaveradi. Va endi men bu yerdan qurollarimni olaman-da, men zombilarga qarshi turishim kerak. Va bu yerga men jitellarni chaqirishim kerak. Undan oldin esa men qurolimni olib, ozgincha zombilarni yo'q qilib tashlayman bir qismini va ular kelguncha jitellarni bunkerga kirgizaman do'stlar. Barcha qurollarimizni olamiz, kiyimlarimizni olamiz va patrullarni o'qlaymiz-da va ishga kirishamiz. Va do'stlar, biz endi olma yeb olishimiz kerak, lekin olmani sal keyinroq yesam kerak do'stlar. Bu yerga sekin ehtiyotkorlik bilan chiqib olamiz. Va do'stlar, zombilar ko'payib ketibdi. Jin ursin, zombilar bunchalar ko'p. Ular уже uylarni yeyishni boshlabdi. Tushunyapsizlarmi? Uylarni barbod qilyapti. Va biz ularni tezroq otib yo'q qilishimiz kerak, chunki meni uyimni ham buzishga urinishyapti. Shuning uchun tezroq biz ularni yo'q qilishimiz kerak. Ozmunchasini meni uyimga yaqinlashib kelganlarni yo'q qilib olishim kerak va men ular pastga tushib jitellarga yordam berishim kerak, jitellarni bu yerga kirgizishim kerak. Chunki agar hozir bular bunaqa darajada ketsa, ular bemalol uylar ichiga kirishadi-da, jitellarni yo'q qilishadi. Shuning uchun men tezroq raketalarimni otib, juda ham bombalarimni otib, ularni bitta o'qda yo'q qilib yuborishim kerak bo'ladi do'stlar. Mana bu yerda jitellar ko'rindi, tezroq ana shularni o'ldirib yuborishim kerak. Mana sizlarga yaramaslar, jitellar ular yaqin qoldi. Shuning uchun men juda ham tez bo'lishim kerak. O'sha meni gapirishga kuchim qolmadi. Do'stlar, men tezroq mana bu yerdagilarni yo'q qilib, pastdagilarni yo'q qilib, men pastga tushishim kerak va pastga tushgandan keyin jitellarning oldiga borib, men ularni uyimga kirgizishim kerak bo'ladi. Va ular hozir qo'rqib, afsus qilib o'tirishgandir. Men tezroq nima deydi, u yerga tushishim kerak va mana bunda otamiz. Yo'qollaring barchang, yo'qollaring. O'lib ketlaring, yaramaslar. Do'stlar, men tezroq tushishim kerak, olmamni ham yeb olishim kerak bo'ladi, chunki u yerga tushish juda ham og'ir bo'ladi. Men suvga sakramasam kerak, chunki g'alati tushishim mumkin. Zombilar menga sirazu tezroq xulas bittada yopishib ketadi-da. Mayli, men hozir bularni otyapman, chunki bular menga juda ham yaqin, devorlarni yeyapti bular, chunki shuning uchun men bularni hozirroq yo'q qilib tashlayapman. Bundan otamizmi? Yaramaslar, yo'q bo'lib ketlaring, yo'q olib ketlaring. Eshaklar, ahmoqlar, jitellar, nimaga ishomadlaring menga? Mayli do'stlar, oltin olmamizni yedik va biz bu yerga sakraymiz va mana do'stlar, biz endi sakradik. Mana bu yerda eshik ko'rib turganingizdek va men mana shu yerdan bularga bunkerni kirgizaman. Mana shu yerni bularga tushuntiraman. Va ular mana shu yerga kiradi do'stlar. Va biz mana bu yerni ochamizmi? Mayli, yer ostidan tushib ketsak kerakmi? Yo'q, mana shu yerdan chiqib ketaveramiz. Bu yerda zombilar hozircha yo'q. Shuning uchun yarimiz bittasi mana bu yerda turibdi ekan, yana bittasi bor ekan. Ha, bo'ldi. Endi biz bu yerlarni buzib chiqsak ham bo'laveradi. Va endi tezroq yo'qolaring, yaramaslar. Tezroq biz nima deydi? Yordamdan kelyapti barchasi. Tezroq men merining uyiga borishim kerak, chunki ishlar ana shu yerda bo'ladi. Tezroq yo'qol barchang. Ahmoq, chin ursin, o'qim tiyab qoldi. Va mana bu senga yaramaslar. Yo'qolaring, tegmalaring menga, ahmoqlar. Tezroq kirib olishimiz kerak. Hammasi menga yopishib ketdi. Oltin olmamizni yeymiz. Tezroq. Jin ursin. Bunchalar ko'p, jin ursin. Va mana senlarga. Barchang kelaverish. Senlar men uchun hech narsa emassanlar. Ahmoqlar. Mana senlarga. Do'stlar, juda ham yomon. Mana senlarga. Ahmoqlar, jin ursin. Bo'ldi kelyapman yoningizga. Kompot. Jinnimsizlar? Nimaga axirim boy men aytgan qilmadinglar? Sizlar meni gaplarimga kirmaydilar. Kechir, Kompot, sen aytganga kirsak bo'lar ekan. Biz endi qo'rqyapmiz. Bizga nima qilishini tushuntir, iltimos. Xullas, qaranglar, sizlar mening nima deydi, uyimni orqa eshigiga kirsangiz bo'ladi. Men ungacha mana bu zombilarni chalg'itib turaman, tushunyapsizlarmi? Ha, tushundik. Uyingning orqasida eshik bormi shunda? Ha, u yerda devor bor. Ana shu yerdan kirib ketasizlar, eshik bor. U yerda bunker bor. Sizlar ana shu yerga kirsalaring bo'ladi. Men ungacha chalg'itaman. Kellaring bitta hammang. Tezroq chiqinglar, jitellar, tezroq. Jitellar bilan birga boringlar. Do'stlar. Juda ham qiyin. Men nima deyotganimni o'zim tushunmayapman. G'irillab ketyapman to'g'risi. Chunki mana bunday zombilar bilan men o'zimda emasman.
to'g'ri gapira olmayapman ham do'stlar. Tur, siz gapirib ketyapman do'stlar, mana ko'rib turganingizdek hayajon, chunki men ozgina qo'rqyapman. Mana barchanglarga, tushunyapsizlarmi? Xijin ursin. Yo'qol, barchang yo'qol do'stlar, biz tepaga chiqib qolamiz, bular tepaga chiqmasa kerak. Hammasi mana shu yerga yopishib oldi, yaramaslar. Bekorga kelyapsanlar, baribir o'lib ketasanlar. Ha do'stlar, olmamiz deyapmiz. Ha, bo'ldi, yaxshi. Jitalardan xabar olaylikchi endi. Ha, jitalar, keldinglarmi? Va Kompot, rahmat senga. Biz sen aytganingni qilmadik. Xijin ursin sizlarni. Mayli do'stlar, biz endi ular bilan urushni davom etamiz. Biz tezroq yerga chiqib olib yana kelgan. Jin ursin. Voh do'stlar, va biz endi bu yerdan yana ozgina qolgan nima deydi, zombilarni yo'q qilishimiz kerak do'stlar. Va mana sizlarga nimaga men bu yerdan qilyapman bilasizlarmi? Chunki bu yerda juda ham nima deydi, yoyilib kelishyapti, bu yerga to'planib olishyapti. Mana barchalaringga do'stlar, bularni men yo'q qilib olaman, ammo videoni o'chiraman, chunki video bilan qiynalib ketdim do'stlar. Shuning uchun barchangizga xayr. Bugun sizlar bilan men Kompot. Xayr barchangizga.